Keyingi obyektimizni Toshkent shahar Yashnobod tumani Behuzor mahalla fuqarolari Munavvar ko'chasi 26-A uyda joylashgan. Noturar bino bo'lyapti. Hop, buni narxi 326 million ekan. Taxminan bir 26-27 ming dollarlarga aylanadi. Buni bitta qizil joy muddatli bo'lib to'lashga chiqarilgan ekan auksionga. Buni 30% to'laganingizdan keyin qolganini ustama qilib to'lab borilar ekan yilma-yil. Qanaqadir lyotalari ham bor ekan. Birinchi 30% to'lab bersa, nimasidir qisqartirib berar ekan. Rasmini ko'radigan bo'lsak, to'g'ri eski narxiga yarasha remont qilsa shahar ichida guldek joy bo'ladi. Ichlari ham ta'mirtalab, lekin joyi lokatsiyasi mana lokatsiyasi bu yerda o'zi sut uyi necha pul turadi? Kommentariyga yozinglar, bir sut uyi. Mana Yangiobod dahasiga joylashgan ekan. Yana keltiradigan bo'lsak, Toshkent shahar ichi hududida joylashgan. Yaxshi joy. Endi opsiyasini beradigan bo'lsak, bu shu ish pul to'lanish qanaqa qilinishi yozilgan. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyga yozsanglar, ko'rib beramiz yana. Like, подпискаlarni обязательно bosgandan keyin suv bor, gaz yo'q ekan, elektr energiyasi bor ekan, kanalizatsiya yo'q ekan. Xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan ekan. Endi bu yana boshqa narsa yozilgan. Endi eng qizig'i mana 55 kvadrat deyilyapti. Bitta kvartira ekan, 55 kvadrat bo'lsa, endi ichini bo'lib rekonstruksiya qilish emas. Hozir gips kartonlardan ham bo'lib rekonstruksiya qilishyapti, o'zbek to'g'rilab. Kimga qiziq bo'lsa kommentariyada yozinglar, like, подпискаlarni qo'yinglar, joyga chiqib o'rganish so'rasangiz joyga chiqib o'rganamiz, kanalimizga obuna bo'lsanglar, bunaqa arzon joylar ma'lumotini chiqarib boramiz. Uzoq hududdagilar uchun ham ko'rib o'rganib berishimiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaning ishiga rivoj.